Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roze. Washington'da sözleyimiz bugünkü islaha 2022 yıl 2. ayının 10. günü hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusuda bir kelime deyişten avval vatandaşlar leksiyalarımda anlap kelivatkan vatandaşlar bugün sizlerge sözleyeceğim 2 parça leksiya lekin 3 betlik 3 parça leksiya buludu. Asıl 2 parça leksiya. Ben sizlerinin bu leksiyani qatiqin hep durup nayet şiverlik bilene çonkur çököp mezmunuğa anlaydıqallığınlar işini men. Vaziyet benim şu. Endi mavzuna başlaydı. Mavzumun vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi generali Rossiya Ukraina to'qinishida Amerika O'rta Sharqda jungoga qarshi turish kerak deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 9. kuni jungoga nazar to'g'ri e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kelar qatam Amerika armiyasi Merkezi Komandallık organıga komandan bulup tayinlenadigan Amerika Quruqluq armiya generali Erk Korilla 2. ayının 8. günü yani haftanın 2. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Harbiy ishlar komitetida guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qiladi ekan, undaqda O'rta Sharq rayoni hargiz muhim bo'la olmaydi. Balki O'rta Sharqdagi ko'plagan davlatlarning Beijing bilan tuzgan strategik kelishimi bor. Shunlashqa Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Sharqda jungoga qarshi turishi kerak va qarshi tura oladi. Diqqat vatandash. General Erk Korilla navbatda Amerika Quruqluq armiyasi 18. parashyutchilar polkining komandiridir. U bu yil 1. ayda Prezident Joe Bidenning tayinlashi o'stirishi bilan marshallikqa ko'tarilib, balki bu darjini xato tarjima qo'ydim, kechiringlar, marshallikqa ko'tarilib, Amerika armiyasi qo'mondonlik organining kelar qatimliq qo'mondoni bo'lib tayinlandi. Amerika armiyasi qo'mondonlik o'rnining markaziy qo'mondonlik o'rnining navbatdagi qo'mondoni Frank McKenzie bu yil pensiyaga chiqadi. 2. ayının 8. günü yani haftanın 2. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti General Erk Korillani vazifaga tayinlash guvohlik berish yig'ini ochdi. General Korilla Harbiy ishlar komitetining a'zolariga mundaq dedi. Agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kiradigan bo'lsa, xuddi nurg'un kishilar ansirgandek bu balki jumladan Suriyani o'z ichiga olgan O'rta Sharq rayonida nihoyat keng ko'lamli muqimsizlik paydo qildi. Lekin General Korilla aniq qilib mundaq ko'rsatdi. İran hele hem ittifaqdoshlarımizga ve Amerikaga O'rta Sharqdagi muhim tahdiddir. O'rta Sharq rayoni Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat tavalligidagi rayonlardir. Diqqat vatandaş. O'rta Sharq rayoni Amerika armiyasi, tekrarlayman, Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat tavalligidagi rayonlar. O'rta Sharq hukumi
21 devletke berip çetelidir. Bu devletler ayrım mono devletlerdir. Afganistan, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Yordaniya, Kazakistan, Kazakistan kiripti vatandaş. Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan kiripti Ottiri Şarkı vatandaş. Livan, Oman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tacikistan, Ottiri Şarkı Tacikistan kiripti vatandaşlar. Türkmenistan, Ottiri Şarkı hukumatı Türkmenistan kiripti vatandaşlar. Arap Birleşme Halkı, Özbekistan, Ottiri Şarkı hukumatı Özbekistan kiripti vatandaşlar. Yemen ve İsrail'e katarlık devletler bu Ottiri Şarkı devletleridir. Birli Uyguristan kelip kaptı. Xuda halısı bir gün Uyguristan mı kirdi bu katağı vatandaşlar. Ottiri Şarkı Katarı. General Korla Kengeş Palatası Harbi İşler Komitetiga yana mundaq görsetdi. Cumhuriyet Partiyası Delazar Amerika Armiyası Merkezi Kumandanlık Organının mesuliyet teveligi dairesideki raylarda özünün tesir dairesini kengaytip atıdı ve bu raylarga pul harcap atıdı. Devamını anlayışsız vatandaş.